Uf, yana o'ynar artishmanga qoldimi? Anularni erkalatib yubordingiz, oyi. Men bolalarimni hammasini bir xil yaxshi ko'raman. Ayniqsa senga homilador bo'lganimda rosa qiynalgandim-de. Lekinchi seni adem bilan rosa kutganmiz. Keyin rosa erkatoy bo'lgansan deb, birinchi farzandman, birinchi nevaraman deb hamma seni erkaligingni ko'targan. Haligacha hatto shunaqa. Keyinchi mas'uliyatli ishlarni senga ishonaman. Baribir katta farzandimsan-de, sen eplaysan. Qo'ysiz-chi. Opamga mazza bo'pti-ku, ha, sen ham hech qolishmaysan, qizim. Sen ham rosa erkasan, sen haligacha erkasan. Eng kichkinasi, eng erkasi deb seni rosa ko'nglingga qaraymiz. Opalaring yegan kaltangni sen yemagansan. Seni yoshingda opalaring telefoni yo'q edi. Sen telefon deysanmi, boshqa narsa deysanmi, hamma narsani olib beramiz. Haligacha erkatoysan, shu xafa bo'lmasin, yig'lamasin, kichkinamiz deb. Anuni gapirmasam ham bo'ladi. Faqat uni orqasidan shikoyat eshitaman. Bilmayman kimga tortgan bu. Hammalariga tortgan shekilli. Esinglardan bir kuni maktabda